Shoshilinch xabar. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov Real Madrid klubiga o'tishi mumkinmi? Ha, adashmadingiz, dunyoning eng grand klubi hamyurtimizga qiziqish bildirmoqda. Assalomu alaykum, aziz futbol muxlislari. Bugun biz futbol olamidagi eng shov-shuvli va kutilmagan transfer yangiliklardan birini muhokama qilamiz. Dunyoning eng qudratli klubi, Madridning Real jamoasi o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovga qiziqish bildirmoqda. Ha, adashmadingiz, nufuzli Fichajes nashri tarqatgan bu xabar butun futbol jamoatchiligini oyoqqa turgizdi. Nima uchun Madrid klubi uni ijara asosida olib kelmoqchi? Bugun ushbu savollarga javob topamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bunaqasi o'zbek futboli tarixida hali bo'lmagan. Real Madrid jamoasida yangi davr boshlangan. Murabbiy almashganidan so'ng, jamoa himoya chizigida yoshartirish va tezlikni oshirish siyosatini boshladi. Hozirgi murabbiy qo'l ostida jamoa ko'proq agressiv va yuqori pressingga asoslangan o'yin ko'rsatmoqda. Madridliklar endi shunchaki himoyachi emas, balki top bilan sovuqqon ishlaydigan va hujumni birinchi pas bilan boshlay oladigan zamonaviy, universal himoyachiga muhtoj. Madridning Real klubi qishki transferlar oynasi oldidan jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi. Aynan mana shu nuqtada ular Manchester City safiga qishda kelib qo'shilgan va qisqa vaqt ichida o'zini ko'rsata olgan Abduqodir Husanov nomzodini ko'rib chiqishmoqda. Realga hozir aynan Husanov kabi jismonan baquvvat va taktik jihatdan aqlli himoyachi suv va havodek zarur. Manchester City o'z iqtidorini qoyib yuboradimi? Pep Guardiola tizimida Husanov o'zining texnik imkoniyatlarini maksimal darajaga ko'tardi. Ammo City'dagi raqobat o'ta kuchli bo'lgani sababli muntazam o'yin amaliyoti masalasi ochiq qolmoqda. Real Madrid esa unga dunyoning eng nufuzli turnirlarida o'zini ko'rsatish uchun real imkoniyat taklif qilmoqda. Bu Husanov uchun faoliyatidagi eng katta burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Do'stlar, vaziyat juda qiziq. Bir tomonda dunyoning eng kuchli akademiyalaridan biri hisoblangan City maktabi, ikkinchi tomonda dunyoning eng shonli klubi Real Madrid. Sizningcha, Abduqodir Husanov Madridda asosiy tarkibda o'z o'rnini topa oladimi? Uning o'yin uslubi Ispaniya futboliga mos keladimi? O'z fikrlaringizni albatta izohlarda qoldiring. Biz esa voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.